Va alaykumussalam va rahmatullohi barakatuh. Islom dinida jummang muborak bo'lsin, jumma ayyomlaringiz bilan degan narsa shariatu islomiyada yo'q. Mumkin emas. Nima uchun desa, jumma kuni bu qiyomat kuni e'lon qilingan kun. Qachon biz mahshargohdan o'tib jannatga kirganimizda o'shandagina aytiladi bu narsa. Jumma muborak bo'lsin, jumma ayyomlaringiz bilan deb. Sahobalar hayotda bir-birini bunday qilib jumma deb tabriklamagan ekan. Jummani faqat jumma farzi deb bilgan ekan. Va yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kerak bo'lsa dushanba kuni tug'ilgan, dushanba kuni payg'ambar bo'lgan, dushanba kuni o'lgan, dushanba kuni Qur'on nozil bo'lgan, dushanba kuni Qur'on hukmi tugagan. Holbuki biz kunlarning ulug'iga qarab yashamaymiz. Biz Alloh va uni rasulini aytganini qarab yashaymiz. Bizda yo'q jumma muborak, jumma ayyom deb qiyomat kuni mahshargohda jannatga kirib olganingizda siz o'shanda aytasiz. Jumma ayyom deb bo'lmaydi. Jumma kuni havas qiladigan, orzu qiladigan kun emas. Jumma kun shunday darajada dahshatli kunki, inson bu kunda hayotida qilgan ishini topshiradi. Qur'onda oyati bor: "Faman ya'mal misqala zarratin khayran yara, faman ya'mal misqala zarratin sharran yara." Kimdakim bu dunyo hayotida zarracha, misqolcha yaxshilik qilsa, uni ajrini oladi. Kimdakim bu dunyoda misqolcha zarracha yomonlik qilsa, jazosini oladi degan kunni jumma kun deydi. Jumma kunda qachon jannatga yetib olganda keyin qutuqlaydi. Bu dunyoda qutuqlab bo'lmaydi.